Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim, juda og'riqli va bevosita har bir pensionerning cho'ntagiga ta'sir qiladigan mavzuni gaplashaman. Pensiya indeksatsiyasi. Qayta hisob kitob va pensiya jamg'armasi tizimida odamlar ko'pincha tushunmay qoladigan holatlar. Bu ma'lumot nafaqat hozir pensiya olayotganlar uchun, balki ota-onasi, buvisi, bobosi pensiya oladiganlar uchun ham juda zarur. Chunki ba'zan birgina ariza, birgina hujjat yoki birgina notor hisob kitob sabab odam o'yiga 100 ming, 300 ming, hatto undan ham ko'proq pulni yillar davomida olmay yurishi mumkin. Men bu videoda sizga shov-shuv uchun emas, amaliy foyda uchun tushuntiraman. Indeksatsiya nima? Kimga pul qaytarilishi mumkin? Kim xavotir olishi kerak? Kimning pensiyasi to'g'ri hisoblangan bo'lishi ehtimoli yuqori? Qaysi joylarda odamlar ko'proq adashadi? Va eng muhimi, siz o'z huquqingizni qanday tekshirishingiz kerak? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki oxirida men aniq qadamlarni aytaman. Qayerga borasiz? Qanday ariza yozasiz? Qaysi hujjatlarni tayyorlaysiz? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotni qancha ko'p odam ko'rsa, shuncha ko'p pensioner o'z pulini talab qila oladi. Avvalo, pensiya indeksatsiyasi deganda nimani tushunamiz? Juda oddiy qilib aytsam, indeksatsiya bu pensiyalar narx-navo oshishi, ish haqi va bazaviy ko'rsatkichlar o'zgarishi, davlat qarorlari asosida ko'paytirish jarayonidir. Ya'ni odam pensiyaga chiqqandan keyin uning pensiyasi bir joyda qotib qolmasligi kerak. Vaqt o'tadi, oziq-ovqat qimmatlashadi, kommunal to'lovlar oshadi, dori-darmon narxi o'zgaradi. Shuning uchun davlat va qonunchilik pensiyani ma'lum tartibda oshirib borishni nazarda tutadi. Lekin muammo shundaki, ko'pchilik pensioner faqat bank kartasiga yoki pochtadan kelgan pulga qaraydi. Masalan, oldin 1 million 200 ming so'm olgan bo'lsa, keyingi oy 1 million 320 ming so'm tushsa, ha, oshiribdi deb qo'yadi. Lekin savol shu, aynan qancha oshishi kerak edi? Qaysi sanadan oshishi kerak edi? Qayta hisoblashda uning ish staji to'liq inobatga olinganmi? Avval taqdim etilmagan ish haqi ma'lumotnomasi keyinchalik topilgan bo'lsa, farqi qaytarish kerakmi? Mana shu savollarni odamlar ko'pincha bermaydi. Oldin tizim ko'proq qog'oz hujjatlarga tayangan. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, korxona buyrug'i, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma, harbiy xizmat davri, farzand parvarishi davri. Zararli mehnat sharoiti kabi holatlar alohida tekshirilardi. Hujjatda bitta sana noto'g'ri yozilsa ham, bitta muhr bo'lmasa ham, odamning staji kamayib ketishi mumkin edi. Hozir elektron bazalar ko'paydi. Ma'lumotlar avtomatlashtirilmoqda. Bu yaxshi tomoni, lekin elektron tizimga hamma eski ma'lumotlar to'liq tushmagan bo'lishi mumkin. Ayniqsa 1990 yillar, 2000 yillarning boshlarida ishlaganlar, tugatilgan korxonalarda ishlaganlar. Kolxoz, sovxoz, kichik korxona, xususiy sex, mavsumiy ishlar, qurilish brigadalari, maktabgacha ta'lim, tibbiyot, qishloq xo'jaligi sohasida ishlaganlarning hujjatlarida kamchilik ko'p uchraydi. Endi odamlar pensiya jamg'armasi aldayaptimi deb so'raydi. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Har bir holatni hujjat bilan tekshirish kerak. Ba'zan bu ochiqdan ochiq aldash emas, balki tizimdagi xato hujjat yetishmasligi, noto'g'ri talqin, xodimning e'tiborsizligi yoki pensionerning o'zi vaqtida ariza bermagani bo'lishi mumkin. Lekin natija bir xil, odam o'ziga tegishli pulni olmaydi. Shuning uchun men bugun sizga ishonib yuravermang. Tekshiring deyapman. Asosiy qism 1. Kim nimani bilishi kerak? Kim xavotir olsin? Kim olmaydi birinchi navbatda? Pensiya miqdori qanday sharhlanishini tushunib oling. Pensiya odatda ish staji, ish haqi, qonundagi minimal va maksimal cheklovlar, imtiyozli davrlar, ustamalar, nafaqa turlari va indeksatsiya qarorlariga bog'liq bo'ladi. Agar shu elementlardan bittasi noto'g'ri bo'lsa, umumiy summa ham noto'g'ri chiqadi. Kimlar albatta tekshirishi kerak? Birinchisi, pensiyaga erta chiqqanlar yoki imtiyozli pensiya oluvchilar. Masalan, zararli ishlab chiqarishda ishlaganlar, kon, kimyo, paxta tozalash, issiq seks, tibbiyotdagi ayrim xavf lavozimlar, pedagogik yoki boshqa maxsus staj bo'yicha pensiyaga chiqqanlar. Bunday holatlarda bir yilning noto'g'ri hisoblanishi ham pensiya summasiga ta'sir qiladi. Ikkinchisi, ish faoliyati davomida ko'p joy almashtirganlar. Masalan, bir kishi 1935 yildan 1992 yilgacha kolxozda ishlagan, keyin 1903 yildan 1998 yilgacha bozorda yakka tartibda faoliyat qilgan. 1999 yildan 2005 yilgacha xususiy firmada ishlagan, 2006 yildan keyin davlat tashkilotiga o'tgan. Mana shunday odamning elektron bazasida ayrim davrlar ko'rinmasligi mumkin.
Agar 5 yil staj hisobga olinmay qolgan bo'lsa, bu faqat obro' masalasi emas. Bu pul masalasi. Uchinchisi 2019, 2022, 2021, 2022, 2023 yoki 2020 yillarda pensiyaga chiqqanlar va keyinchalik indeksatsiya bo'yicha o'zgarishlar bo'lganini eshitganlar. Chunki ayrim qarorlar chiqqanda qayta hisoblash avtomatik qilinishi kerak bo'ladi. Lekin hamma holatda ham odam o'z hisobini tekshirmasa, xato bor yo'qligini bilmaydi. To'rtinchisi, pensiya tayinlangandan keyin qo'shimcha hujjat topganlar. Masalan, arxivdan 1988-1991 yillardagi ish haqi ma'lumotnomasi topildi. Yoki mehnat daftarchasida yozuv bor edi, lekin oldin muhr yo'q deb qabul qilinmagan. Keyinchalik arxiv tasdiqladi. Bunday holatda odam endi kech bo'ldi deb o'ylamasligi kerak. Pensiya huquqi bo'yicha qo'shimcha hujjat topshirilganda qayta hisoblash masalasi ko'tarilishi mumkin. Qaysi sanadan hisoblanishi esa hujjat, ariza sanasi va qonundagi tartibga bog'liq. Oddiy misol keltiraman. Faraz qiling, Nodira opa 2020 yilda pensiyaga chiqqan. Uning 28 yil staji bor deb hisoblangan va pensiyasi 20 million 500 ming so'm etib tayinlangan. Keyin u 2024 yilda arxivdan yana 4 yil ishlaganini tasdiqlovchi hujjat topdi. Agar bu 4 yil pensiya hisobida inobatga olinishi kerak bo'lgan davr bo'lsa, qayta hisob-kitob natijasida uning pensiyasi deylik 20 million 200 mingdan 20 million 700 mingga chiqishi mumkin. Farq o'yiga 200 ming so'm. Agar qayta hisoblash bir necha oy uchun orqaga qo'llansa, odamga 1 million, 2 million yoki undan ko'proq farq qaytarilishi mumkin. Men raqamlarni misol uchun aytyapman, real hisob har bir hujjat bo'yicha alohida qilinadi. Yana bir misol. Karim aka 1990 yillarda bir zavodda ishlagan. Zavod yopilgan, hujjatlar arxivga topshirilgan. Pensiyaga chiqqanda u davr bo'yicha ish haqi ma'lumotini topa olmagan. Shuning uchun pensiya pastroq hisoblangan. Keyinchalik farzandi arxivga so'rov berib, ma'lumotnomani oldi. Ma'lumotnomada o'sha yillarda Karim akaning ish haqi nisbatan yuqori bo'lgani ko'rinadi. Bu holda pensiya bazasini qayta ko'rib chiqish mumkin. Agar oldin minimal ko'rsatkichlar bo'yicha hisoblangan bo'lsa, yangi ma'lumot pensiyani sezilarli oshirishi mumkin. Kimlar kamroq xavotir olsa bo'ladi. Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, barcha ish davringiz yagona elektron mehnat tizimida to'liq ko'rinsa, ish haqi bo'yicha ma'lumotlar rasmiy o'tgan bo'lsa, pensiya tayinlash varaqasini olib tekshirgan bo'lsangiz va unda staj, ish haqi, ustama hammasi mos bo'lsa, xato ehtimoli kamroq. Lekin baribir umuman tekshirmayman deyish noto'g'ri. Chunki indeksatsiya qarorlari umumiy bo'lsa ham, ayrim shaxsiy holatlar faqat hujjat asosida aniqlanadi. Birinchi nozik jihat. Indeksatsiya bilan qayta hisoblash bir xil narsa emas. Indeksatsiya umumiy oshirish bo'lishi mumkin. Masalan, pensiyalar ma'lum foizga oshiriladi. Qayta hisoblashda sizning shaxsiy hujjatingiz, stajingiz yoki ish haqingiz bo'yicha amalga oshadi. Ko'pchilik pensiyam oshdi, demak hammasi to'g'ri deb o'ylaydi. Yo'q. Umumiy oshirish to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin asl bazaviy pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, oshirilgan summa ham pastligicha qoladi. Masalan, 1 million o'rniga 900 ming tayinlangan bo'lsa, keyin 10% indeksatsiya bo'lsa, siz 1 million 100 ming emas, 910 ming olasiz. Demak, xato ustiga indeksatsiya qo'shilib ketadi. Ikkinchi nozik jihat pul qaysi sanadan qaytarilishi masalasi. Odamlar ko'pincha men 5 yildan beri kam olibman, hammasini qaytarib bersin deydi. Bu har doim ham avtomatik bo'lmaydi. Qonunchilikda ariza berilgan sana, hujjat taqdim etilgan sana, xatoni kim qilgani, pensiya jamg'armasi organ noto'g'ri hisoblaganmi yoki pensiya hujjatini kech topganmi? Shular muhim. Agar xato idora tomonidan qilingan bo'lsa, bir tartib. Agar siz qo'shimcha hujjatni endi olib kelgan bo'lsangiz, boshqa tartib qo'llanishi mumkin. Shuning uchun arizada juda aniq yozish kerak. Pensiyamni tayinlashda falon davr hisobga olinmagan. Qayta hisoblab. Farq summasini qonunchilikda belgilangan tartibda to'lab berishingizni so'rayman. Uchinchi nozik jihat, og'zaki javobga ishonmang. Siz pensiya jamg'armasi bo'limiga borasiz. Xodim, hammasi to'g'ri. Sizga qo'shimcha chiqmaydi deb aytadi. Balki haqiqatan ham to'g'ridir. Lekin siz yozma javob olmaguningizcha keyingi bosqichga o'ta olmaysiz. Og'zaki gapni isbotlab bo'lmaydi. Shuning uchun men doim aytaman, arizani yozma bering. Qabul qilingan raqamini oling. Elektron murojaat bo'lsa, ro'yxat raqamini saqlang. Javob ham yozma bo'lsin. To'rtinchi nozik jihat, mehnat daftarchasidagi har bir yozuv avtomatik qabul qilinmasligi mumkin. Sana noaniq
lavozim ko'rsatilmagan, tashkilot nomi o'zgargan, muhr o'qilmaydi. Buyruq raqami yo'q bo'lishi mumkin. Bunday paytda arxiv ma'lumotnomasi ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyrug'i ish haqi vedomasida. Soliq yoki sug'urta badali to'lovlari sud orqali faktni aniqlash kabi yo'llar kerak bo'ladi. Ayniqsa eski korxona tugatilgan bo'lsa, hujjatlarni topish vaqt oladi. Lekin vaqt oladi degani voz kechish kerak degani emas. 5-nozik jihat, pensiya turi muhim. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi, imtiyozli pensiya, ijtimoiy nafaqa. Bularning shartlari bir xil emas. Bir odamning qo'shnisi pensiyasiga qo'shimcha olgan bo'lsa, siz ham xuddi shunday olasiz degani emas. Masalan, qo'shningizning urush davri harbiy xizmat, zararli ish staji yoki nogironlik guruhi bo'yicha ustamasi bo'lishi mumkin. Sizda esa boshqa asos bo'lishi mumkin. Shuning uchun falonchi oldi men ham olaman emas, mening hujjatim bo'yicha asos bormi deb qarash kerak. 6-nozik jihat, bank kartasiga tushgan pulning nomini tekshiring. Ba'zan odamga indeksatsiya farqi, bir martalik to'lov, ijtimoiy yordam yoki boshqa to'lov tushadi. U esa buni pensiya qayta hisoblandi deb o'ylaydi. Aslida esa keyingi oy yana eski summa tushishi mumkin. Shuning uchun to'lov tafsilotini so'rang. Pensiya jamg'armasidan pensiya miqdori haqida ma'lumotnoma oling. Unda asosiy pensiya, qo'shimcha ustamalar va jami summa ko'rsatilishi kerak. 7-nozik jihat, ishlayotgan pensionerlar. Ko'p odam men pensiyadaman, lekin ishlab yuribman, demak pensiyam oshmaydi yoki ishlasam pensiyamni kesib tashlaydi deb qo'rqadi. Bunday masalalarda amaldagi tartibga qarash kerak. Chunki ayrim davrlarda ishlayotgan pensionerlar bo'yicha cheklovlar bo'lgan, keyin tartiblar o'zgargan. Agar siz pensiyada bo'lib ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchi siz uchun rasmiy to'lovlar qilganmi? Bu keyingi qayta hisob-kitobga ta'sir qiladimi? Buni alohida tekshirish kerak. Norasmiy ishlagan davr esa, afsuski odatda hujjat bilan tasdiqlanmasa, stajga kiritish qiyin bo'ladi. 8-nozik jihat. Ayollarda bolalar parvarishi davri. Ko'p onalar farzand tarbiyasi sabab ishdan uzilish qilgan. Qaysi davrlar stajga kiritilishi, qancha muddatgacha hisoblanishi, hujjatlar qanday bo'lishi, bularni tekshirish kerak. Tug'ilganlik guvohnomalari, mehnat daftarchasidagi yozuvlar, ta'til buyruqlari muhim bo'lishi mumkin. Ba'zan ayol kishi 2-3 yil kam staj bilan hisoblangan bo'ladi. Aslida esa ayrim davrlar qonun bo'yicha inobatga olinishi mumkin. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilasiz? Men sizga ketma-ket reja beraman. Birinchi qadam, pensiyangiz bo'yicha rasmiy ma'lumot oling. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Menga pensiyam qanday hisoblanganini ko'rsatuvchi ma'lumotnoma va pensiya tayinlashda inobatga olingan ish staji, ish haq davrlar, ustamalar ro'yxatini berishingizni so'rayman deb yozing. Agar elektron murojaat qilish imkoningiz bo'lsa, rasmiy portal orqali yuboring. Muhimi sizda murojaat raqami bo'lsin. Ikkinchi qadam, o'z hujjatlaringizni yig'ing. Mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta, JSSR, pensiya guvohnomasi, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv javoblari, harbiy bilet, diplom, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik bo'yicha ma'lumotlar. Imtiyozli ish sharoiti bo'yicha buyruq va ma'lumotnomalar. Hamma narsaning nusxasini qiling. Asl hujjatlarni topshirib yubormang, faqat zarur bo'lsa ko'rsatib nusxasini qoldiring. 3-qadam. Pensiya hisobida qaysi davrlar kiritilganini solishtiring. Masalan, siz 1979 yildan 1994 yilgacha ishlagansiz, lekin ma'lumotnomada 1991 yildan boshlab ko'rsatilgan. Demak, 2 yil yo'qolgan. Yoki siz 1996-1999 yillarda xususiy korxonada ishlagansiz, lekin tizimda ko'rinmayapti. Yoki ish haqi ma'lumotida 6 oy o'rniga faqat 36 oy olingan. Bunday farqlarni alohida daftar qilib yozing. Qaysi yil, qaysi tashkilot, qanday hujjat bor, nima hisobga olinmagan. 4-qadam, arxivlarga murojaat qiling. Agar korxona yopilgan bo'lsa, tuman davlat arxivi, viloyat arxivi yoki tegishli tashkilotning huquqiy o'risidan ma'lumot so'rang. Arizada falon yildan falon yilgacha ishlaganim, lavozimim, ish haqi va buyruqlar bo'yicha ma'lumotnoma berishingizni so'rayman deb yozing. Agar siz aniq sanalarni bilmasangiz, taxminiy davrni yozing. Masalan, 1997-1992 yillar oralig'ida deb ko'rsating. Arxiv javobini albatta saqlang, hatto hujjat topilmadi degan javob ham keyingi bosqichda kerak bo'lishi mumkin. 5-qadam, pensiya jamg'armasiga qayta hisoblash arizasi bering. Ariza matni juda murakkab bo'lishi shart emas. Masalan, mening yoshga doir pensiyam tayinlangan.
pensiya hisobida 1990 yil 1 yanvardan 1994 yil 30 dekabrgacha bo'lgan ish davrim va shu davrdagi ish haqim to'liq inobatga olinmagan deb hisoblayman. Ilova qilinayotgan arxiv ma'lumotnomasi asosida pensiyamni qayta hisoblab, qonunchilikda belgilangan tartibda farq summasini to'lab berishingizni hamda yozma javob berishingizni so'rayman. Shunday aniq yozsangiz masala umumiy gap bo'lib qolmaydi. 6-qadam. Javobni kuting va tahlil qiling. Agar javobda rad etildi deyilsa, nima sababdan rad etilganini o'qing. Hujjat yetarli emas, mazkur davr stajga kiritilmaydi. Ish haqi qabul qilinmaydi. Qayta hisoblash uchun asos yo'q kabi sabablar bo'lishi mumkin. Agar sabab tushunarsiz bo'lsa, qo'shimcha izoh so'rang. Agar siz rad javobini noto'g'ri deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi pensiya jamg'armasi organiga, adliya organlariga, xalq qabulxonasiga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati bor. Sudga borishdan oldin hujjatlarni tartibga keltirish juda muhim. 7-qadam. Har bir to'lovni yozib boring. Pensiyangiz qaysi oyda qancha tushdi, qachon oshdi, qachon farq summasi keldi. Bularni daftar yoki telefoningizda saqlang. Chunki keyin menga pul qaytarildi, lekin qaysi davr uchun degan savol tug'iladi. Rasmiy ma'lumotnoma so'rasangiz, unda qayta hisoblash sanasi va summa ko'rsatilishi kerak. 8-qadam. Keksa ota-onangiz o'rniga yordam bering. Ko'p pensionerlar hujjat yig'ishga qiynaladi. Navbatda turishga sog'ligi ko'tarmaydi. Rasmiy matn yozolmaydi. Farzandlar, nevaralar, yaqinlar yordam berishi kerak. Ishonchnoma kerak bo'ladigan holatlar bo'lishi mumkin. Agar siz ota-onangiz nomidan ish yuritmoqchi bo'lsangiz, qaysi organ qanday ishonchnoma talab qilishini oldindan bilib oling. Real hayotda eng ko'p uchraydigan vaziyatlarni yana bir bor ko'rsataman. Birinchi vaziyat. Odamga pensiya tayinlangan, lekin mehnat daftarchasidagi 2 joy hisobga olinmagan. Sabab muhr noaniq. Yechim arxidan tasdiq olish. Ikkinchi vaziyat. Ish haqi past davr bo'yicha hisoblangan. Aslida boshqa yillarda yuqori maosh bo'lgan. Yechim. Ish haqi ma'lumotnomasini topish va qayta hisoblashni so'rash. Uchinchi vaziyat. Ayol kishi farzand parvarishi davri hisobga olinmaganini biladi. Yechim. Tug'ilganlik guvohnomalari va mehnat hujjatlari bilan murojaat qilish. 4-vaziyat. Pensioner ishlashda davom etgan, lekin keyingi davrlar bo'yicha imkoniyatlarni tekshirmagan. Yechim. Rasmiy ish davri va to'lovlar bo'yicha ma'lumot olib, amaldagi tartib asosida so'rov berish. Bu yerda yana bir maslahat, hech qachon men oddiy odamman, baribir foydasi yo'q demang. Pensiya bu sadaqa emas, bu sizning mehnatingiz, yillaringiz, badallaringiz va qonuniy huquqingiz bilan bog'liq to'lov. Siz talab qilsangiz, hech kimga yomonlik qilmayapsiz. Siz faqat o'zingizga tegishli narsani so'rayapsiz. Lekin talab madaniyatli, hujjatli va qonuniy bo'lishi kerak. Baqirish, janjal qilish, xodimni haqorat qilish foyda bermaydi. Yozma murojaat, hujjat raqam, sana va qonuniy tartib foyda beradi. Bugun men sizga pensiya indeksatsiyasi va qayta hisob-kitob masalasida eng muhim narsani tushuntirdim. Pensiya oshgani hamma narsa to'g'ri degani emas. Indeksatsiya va shaxsiy qayta hisoblash boshqa masala. Hujjat yetishmasa pul kamayib qolishi mumkin. Yozma ariza va rasmiy javobsiz haqiqatni aniqlash qiyin. Kimda eski staj? Yopilgan korxona, arxiv hujjati, imtiyozli ish, farzand parvarishi davri. Ish haqi ma'lumotnomasi yoki shubhali hisob-kitob tekshirsin. Mening yaqin maslahatim, bugunoq pensiya hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Pensiya jamg'armasidan hisob-kitob ma'lumotnomasini so'rang. Yetishmayotgan davrlarni yozib chiqing va kerak bo'lsa qayta hisoblash uchun ariza bering. Agar sizning oilangizda pensioner bo'lsa, bu videoni unga tushuntirib bering. Hujjatlarini yig'ishda yordam bering. Izohlarda yozing. Sizning pensiyangiz indeksatsiyadan keyin qancha oshdi? Qayta hisoblash so'raganmisiz? Pul farqi qaytarilgan holat bo'lganmi? Tajribangiz boshqalarga yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bir odamning tekshiruvi butun oilaning budjetiga sezilarli yordam berishi mumkin.